أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyat bilan Tafsir Muyassar degan mushtafsirning o'zidan Ali Imron surasidan darsimiz davom qilgan bo'lib, 174 oyatga qadar darsimiz davom qilib ekanmiz. Bu shani o'zini darsimizni davom qilishga tirishamiz inshaalloh. A'udzu billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygurca tercümesi. Ular Allah'ın nimeti ve fazlı bilen paydıp geldi. Hiç kandak ziyan zahmetke uçurmadı. Ular Allah'ın rızalığını izledi.
Allah ulug' fazli egisidir. Ana shu shayton o'z do'stlarini, ya'ni kuffarlarni qo'rqitdi. Agar mu'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar. Mendan qo'rqinglar. Ey Muhammad, kufrga o'zlarini atag'anlar, ya'ni so'zlari va harakatlari bilan kufrga şapaşlaydigan munofiqlar seni g'amkin qilmasin. Ular haqiqatan kufr bilan Allohga qilch ziyon yetkazolmaydi. Allah oxiratda ularga savobdan hech bir nesiba bermasligini xohlaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Iymonni kufrga tikishganlar, ya'ni mazkur munofiqlar kufr bilan Allohga qilch ziyon yetkazolmaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kafirlar o'zlariga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni ömrünü uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Ularga muhlat berishimiz va ajrni kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'pish uchundir. Ular oxiratda xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Allah yamanni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mu'mindan ayirmoqcha mu'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi petinglarcha qo'ymaydi. Allah sizlarni g'aybdanmi xabardor qilmaydi. Lekin Allah payg'ambarlardan xolig'ini tanlab, uningga Muhammad alayhisalomga munofiqlarning holini bildirgandek g'aybni bildirdi. Allahqa va uning payg'ambarlariga iymon aytinglar. Agar sizlar iymon aytsanglar va Parvardigoringlardan qo'rqsanglar, cho'ng savobga erishsizlar. Allah o'z fazlidan bergan narsalarga, ya'ni pul molga bexillik qiladiganlar bexillikni o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Amalda bu ular uchun ziyonliqdir. Ularning bexillik qilgan narsasi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib silinadi. Osmonlarning va yerning merosi Allohningdir. Ya'ni koinotdagi hamma narsa Allohning mulki bo'lib, ular fani bo'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytadi. Allah qilgan amallaringlardan xabardordir. Xo'sh, فانقلبوا بنعمة من الله وفضل فرجعوا من حمراء الأسد إلى المدينة بنعمة من الله بالثواب الجزيل وبفضل منه بالمنزلة العالية وقد ازدادوا إيمانا ويقينا وأذلوا أعداء الله وفازوا بالسلامة من القتل والقتال واتبعوا رضوان الله بطاعتهم له ولرسوله والله ذو إحسان وعطاء كثير واسع عليهم وعلى غيرهم. Ula Hamra Asad degan yerden, bu Medine Münevver'nin şimal tarafına joylashgan 12 kilometr uzoqlikdagi bir yer ekan. Yani şu Uhud urushi yuz bergan makonning bidobt o'rni shu hamda. Ular Hamra Asad degan yerden Medine Münevver'gacha Allohning ne'mati bilan, ya'ni mo'l savob bilan qaytdi. Va Allohning fazli bilan yuqori martaba bilan qaytdi. Ular iymon va mukammal ishonchda texim ortiq bo'ldi. Allah dushmanlarini xor zabun qildi. U mu'minlar o'zcho urush va o'ldirishdan sog' salomat bilan qozondi va Alloh
Allohninki rizoligiga, ularning Allohga va Allohning rasuliga bo'ysunish bilan, itoat qilish bilan Allohning roziligiga erishdi. Alloh bo'lsa shundoq ihson sohibi va ko'p hadiya sovg'a sohibi. Naiti ularga musulmonlar uchun keng ko'lamda shundoq bir sovg'a qiladigan zot va ularning g'ayriga ham shundoq. Innamal musabbitu lakum fi zalika huwash-shaytanu ja'akum yukhawwifukum ansarahu فلا تخافوا المشركين لأنهم ضعاف لا ناصر لهم وخافون بالإقبال على طاعتي إن كنتم مصدقين بي ومتبعين رسولي. Çukum ulağını çukum jügellep koyukça. Yani musabbit el-kabih kabih el-cimah ma daqsız qanday kabihil cimah deganning o'zi to'sin ot ko'ndirilmagan ot eshak mandaq bir narsaga jugan sog'an sabbata bo'lgan bo'lsa buni nimcha uni to'sib to'rab turgandek oldini putlab turgandek yoki to'sib turgan jugallab turgan mandaq aytganda chuqum to'squchi sizlarni ashaqda u bo'lsa shayton. Keldi bu şeytan sizlarga, sizlarni qo'rqitdi bu şeytan, sizlarni cho, ve şeytanu ca'akum yukhawwifukum qo'rqitdi sizlarni. O şeytan sizlarni o'zlarininki ansarlardan qo'rqitdi. Vay bula andaq jiq, mandaqqa qoral yaraqlar kuchlik u bu deb shayton sizlarni qashonga kelib ularni o'zlarining shayton o'zining ansarlaridan, yordamchilaridan, qo'l chumoqchilaridan qo'rqitdi. Hargiz mushriklardan qo'rqib qolmanglar. Chunki ular bo'lsa yordamchisiz ojiz ular. Mendan qo'rqinglar. Manga taat ibadet qilishdan oldini qilish manga taat qilish ustidagi manga oldinni qilishlar bilan agar haqiqiy manga tasdiq qiluvchi bo'lgan bo'lsanglar va mening payg'ambarimga ergashguchi bo'lsanglar manga bunday itoat qilib oldimni qilish sizlar manga oldinni qilish bilan birga dumbanni qilib olmayman man taraf qilish bilan menda qo'rqinglar. لا يدخل الحزن إلى قلبك أيها الرسول هؤلاء الكفار بمسارعتهم في الجحود والضلال إنهم بذلك لن يضروا الله شيئا إنما يضرون أنفسهم بحرمانها حلاوة الإيمان وعظيم الثواب بحرمانها حلاوة الإيمان وعظيم الثواب يريد الله ألا يجعل لهم ثوابا في الآخرة لأنهم انصرفوا عن دعوة الحق ولهم عذاب شديد. Ey Peygamber, senin kalbinge aşu küpparla bir gam endişe kaygını kırgızıp koymuşsun. Ularninki aldırış bilan seni inkar qilish va ularning ozg'unligidagi bu ahvoli seni hargiz andishaga solib qo'ymasin. Cho'qim ular shu inkor qilish bilan, siz inkor qilish bilan va bularniki yo'ldan chiqib ezish bilan bo'lgan ish bu Allah'a hech qanday bir narsani zarar yetkazolmaydi. Cho'qim bular o'ziga zarar qiladi. Nima uchun deganda, u nafslarining mahrum bo'lganlik sabab bilan, nimadan? Iymonning totqidan va mo'l savobdan mahrum bo'lganlik sabab bilan o'ziga zarar yetkazib bas.
Allohga hech qanday zarar yetkazmaydi. Alloh ular uchunchi oxiratda hech qanday savob degan narsani qilmaydi. Chunki ular haqqa bo'lgan da'vatdan yuz o'rdi. Uningdan bosh tortdi. Ular uchun qattiq shundoq bir alamlik azob bor. İnnellezîne istebdelul kufre bil imani len yedurrullaha şey'a. Bel dararu fi'lihim ya'udu ala enfusihim ve lehum fil ahireti azabun muci'. İmanı taşlap küfrünü elvağallah. Küfrünü setvağallah. Bula Allah hech qanday bir narsani zarar yetkazolmaydi. Balki ularning qilmishining zini faqat o'z uzgul qaytadi. Ular uchun olam oxiratda alamlik qaqshatquch bir azob bor. ولا يظنن الجاحدون أننا إذا أطلنا أعمارهم ومتعناهم بمتع الدنيا ولم نؤاخذهم بكفرهم وذنوبهم أنهم قد نالوا بذلك خيرا لأنفسهم إنما نؤخر عذابهم وآجالهم ليزدادوا ظلما وطغيانا ولهم عذاب يهينهم ويذلهم. Bu Allah'ın Resulü'ne inkar kılıdığan, bunun başlatıdığan, bu xil tuzkurla ve la yadunnennel cahidune. Allah'ın Resulü'ne iman keltirişten başlatıdığan, bu tuzkurla şunda qat'iy o'ylabsamizson, qat'iy gumon qilib qolmasin. Cho'qim biz qachon ularning ömrünü shundoq uzun ömür bir bassak, ularni dunyoning mal-matolar bilan, dunyoning lazzat, huzur, halovatlari bilan huzurlantirsak, ularning kufr ma'siyati va gunohi tufayli ularni jazoga tortmasak, cho'qim ular ashunlan o'z uchun bir yaxshilikqa erishdi deb mundaq yaxshilik erishganligi haqida hargiz mundaq gumoh qilib qolmasin. Biz yaxshilik erishdik, biz topqinimizni topdik, maqsadimizga yetdik deb hargiz mundaq gumoh qilib qolmasin. Chuqur biz ularga bo'lgan azobni va ularning ajalini biroz kechiktiramiz. Nima uchun? Zulm va chekinishish tahima assun, tatqulligini obdan tassun uchun. Ular uchun ularni xorlashtiradigan va ularni yenchib tashlaydigan azob bor. ما كان الله ليدعكم أيها المصدقون بالله أيها المصدقون بالله ورسوله العاملون بشرعه على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق حتى يميز الخبيث من الطيب فيعرف المنافق من المؤمن الصادق وما كان من حكمة الله أن يطلعكم أيها المؤمنون على الغيب الذي يعلمه من عباده فتعرف المؤمن منهم من المنافق ولكنه يميزهم بالمحن والابتلاء غير أن الله تعالى يصطفي من رسله من يشاء ليطلعه على بعض علم الغيب بوحي منه فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا إيمانا صادقا وتتقوا ربكم بطاعته فلكم أجر عظيم عند الله. Ey Allah'a, Allah'ın Resulü'ne tasdiqçılar. Allah sizlarni o'z petiga tashlamaydi. O pet qo'yib qo'ymaydi.
Bo'lmadi Allah yana sizlarni uchun ta'kidlagan bo'lmadi. Ey Allah Allohga tasdiq Allah Allah'ın Resulü uchun tasdiq qilishlar. Ey Allah'ın şerit ustida amal qilib shu liniya bo'yicha mang'uvchilar, yashovchilar. Sizlar ining ustida turayotgan narsaning o'zida Alloh subhanahu va taolo bu patalab qilib qo'yishni xohlamaydi. Mu'minlarning sizlarning ichingizdan bo'lgan mu'minlarning cho munofiqlarga irmang chirmang bo'lib ketishni iborat bu ahvolni shubhat qo'yishni xohlamaydi Alloh subhanahu va taolo. Hattoki oradan yaxshidan yomonni orib shallab chiqarayotgan qadar. Hattoki mu'min rasul mu'minlardan munofiqni tunutgan qadar o'zi biladi, lekin boshqalar tunutib ularningki saxta munofiq rasvoligini o'ttirib chiqarib tunutish uchun tunutmagan qadar ular o Allah subhanahu taolo cho sizlarni hargiz o'z holitingiz ustida cho hargiz tark etmaydi. Va Allah'ın hikmetidir bo'lgani va ma kana min hikmetillahi ay yutliakum. Bo'lmadi Allah'ın hikmetidir bo'lgani ey mu'minlar sizlar uchun nimene g'aybni mana bildirish Allah'ın hikmetidir bo'lmadi bu. Ki al-g'aybillezi yuallimuhu min ibadi. Bir g'aybniki bildirir Allah subhanahu wa ta'ala u g'aybni o'zing bandalardan xohlagan kishiga bildirgan bu g'aybning o'zini umuman sizlarga bildirish Allohning hikmati ilohidan bo'lmadi bu. Anandan keyin o g'aybni agar bildirgan bo'lsa, sizlar o mu'minlarni tunigan bo'lgan bo'lsanglar, o müminlerden mesela müminlerini münafıklardan tanıdığın derecede mandak bir gayb ne bildiriş bu Allah'ın hikmetine emez. Lekin Allah subhanahu teala o müminlerini ço ulağı bildirmey ulağı münafıklık ulan müminne ayrıyalaydıgan mandak derecede bildirmey. Lekin Allah ayrıydı o Allah o müminlerini bazı bir kapılık, bazı bir sınak, imtihanla olan değil. Lekin Allah subhanahu teala ihtiyar kılıdı özünün peygamberlerden halagan kişini. Gayb ilminin bazısı haberdar kılışka halagan peygamberlerini tallaydı. Vahiy bilan o'z tarafidan bo'g'ur. Vahiy bilan g'ayb ilmining ba'zisini xabardor qilishni xohlagan kishiga o'zi payg'ambarlardancho buni tanlaydi. Unda qo'g'ach Allohning rasul qilishinglar. Iymon keltiringlar. Agar haqiqiy samimiy iymon keltirsanglar, Parvardigoringlarga taat ibodat qilishdan qo'rqsanglar, sizlar uchun Allohning huzurida katta ajr va mukofot bor. ولا يظنن الذين يبخلون بما أنعم الله به عليهم تفضلا منه أن هذا البخل خير لهم بل هو شر لهم لأن هذا المال الذي جمعوه سيكون طوقا من نار يوضع في أعناقهم يوم القيامة والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو الباقي بعد فناء جميع خلقه وهو خبير بأعمالكم جميعها وسيجازي كلا على قدر استحقاقه. Allah pul maldan ibaret. Bu mal dünyanı beğen, bu behilla her güzmü şundak oylap kalmasın ki Allah öz tarafından öz merhamet kılıp inandın beğen, bu pul malını beğen, bu bir türküm insanlar her güz şundak oylap kalmasın ki çukum bu behillik özür için yaxşılık dep oylamasın. Belki ular o nimiço
u nait ulağa yamanlık. Bu birilgen ulağa birilgen bu nimet nait yaman bu. Çünkü bula toplagan bu mal yakında ottin bir kallak oludu. Koyuludu bu ottin boğan kallakni bularının boyunlarına kıyamet gününe. Allah subhanahu wa ta'ala bütün mülkünün padişasıdır. Bütün mülk onun hak hukuki Allah'ın ilkide. Allah has. Bütün padişahlığının malikidir. Yani bütün mülkününki malikidir. O Allah mahlukatlarının hemisi tügep ketkendiğin kin yine Allah kıp kalkıştır. Bütün mahlukatlar tügenlikin Allah yine mevcut. Allah hem kalkışıdır. O Allah sizlerinin iş güçlerinlerinin hemmisince haberdardır. O Allah her birlenge qanday qiladi? Yaxshiga yaxshi va yomonga yomon jazo va mukofot beradi. Uningki loyiq bo'lgan miqdor ustida. Qoniga loyiq yaxshilikmi, yomonmi, jazomi, mukofotmi degan shu loyiq bo'lgan miqdor ustida har birisiga jazo va mukofot beradi deydi. Xo'sh, Ayet-i Kerim'de hem de bazı bir balağî taraf bo'lgan bo'lsa uni qisqacha deb bayon qilishga tirishimiz. O'simi innallazina ishtarawul narqada. İnnellezine işteravul kufra bil iman dedi. Bunun da istara tasrihiye var da. İstara tasrihi. Bu küfür ne elemsetimi kılgan narsa emas bu. Manevi bir narsa küfür ve iman ne. Bunun da çoğu degende bu istara tasrihiye var. Bunun bir malmatağa küfür ne nemi okşatkan boldu. Yaki innellezine işteravul kufra bil imani. Manada müşebbehun bih'nin lebs aşkar kılındı. İnnellezine işteravul kufra. Yok. Uzran. Mekniye var. Star mekniye. Mekniye diyelim. Uz kaysi degende müşebbeh zikir kılındı. Müşebbehun bih mahzup boğan buludu. Bir yerde küfür müşebbeh. Bu küfür ne? Malmata o bu binası okşuldu da mesela. Bir mebi'e okşuldu. Setilgan bir narsa okşuldu. Bu küfür müşebbeh mezkur oldu. Star mekniye degen müşebbeh mezkur olmakçıydı. Müşebbehun bih mahzup olattı. Müşebbehun bih'nin mala yulazmısını zikir kılınattı. O olsuna iştaran oluşu. İştara müşebbehun bih'nin lazımı. Küfürünün lazım emas. Valla bir imanın lazım emas. Küfür bil iman bunuğa iştara degan gap ketmeydi. İştara aldı sattı degan gap bir mebi, malmatanın ki havaslarının birisi. Onun lavazimi. Demek bir yerde müşebbeh mezkur, müşebbehun bih mahzup. O müşebbehun bih kaysi degan şu mebi. Onun lazımısı ma lazımısı olan lazımısı iştara. Buna uzun değildi o degende istara mekniye değildi. Xuddilik istara mekniye degenin üzerinde bir şairin bir şiir var. Ve akbele yemşi fil bisati fema dara ilel bahri yes'a em ilel bedri yerteki degendek. Böyle Seyfid Devleni şair maqsıtılgan bir şiir var da Rum'un elçisi Seyfid Devleni su kirgen çağda
Bu şundaq kigiz bisatның üstüde kıpkızıl şundaq güldek kigiz bisatның üstüde kitiyotidu. Ama deniz qarap mangdımı? Yoki bu nim bo'ldimi? Yuqori osmon qarab o'rlab mangdimi? Bu ne ketayotganligini bilaldim bu Rumning elchisi deb bu yerda qanday qilgan deganda bu uning o'zini e, bu nimaga o'xshatdi? Seyfi davlaning o'zini bahri qarab ketayotamdi. Kigiz bisat ustida mengyotidu. Bu deniz qarab mangvatamdi, uni bilmidi u deniz qarab manganligini yoki oy qarab o'rlayotamdi u deb. Bu odam necha bir dengizga tashbih qildida. Bu yerda bahr masalan bu nim bo'lgan bo'ldi deganda mushabbah. Buning da vajshabah qaysi deganda ata degan bir nim bo'ladi. Vajshabah ashu. İşkil taraf. Deniz mi? Nait onundan başkalar faydalanılan, alıdığan tarafı nait çık. Demek saypet devlet bu adamda mı? Nurgun adamlar, nurgun puhralar, çık faydalandı o degendek bir nimba. Artık cami vecihi aşşu hem de. Ata degen vecih şebehler. Bunun özü nim buludu degende istara mekniye değildi. Xoş, ayet-i kerimnin özde müşne qaraqken. Dersimizin devamı King saat oldu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.